Assalomu alaykum Namangan taxti 2025 kuzatuvchilari. Bugun hafta kuniga chorshanba, xudo xolasa yangi taxtalarimiz bor. Xudo xolasa qalin pol taxtalarimiz, lagalarimiz 4 metr, 5 metr, 6 metr lagalarimiz bor. Xudo xolasa shuni tanishtirib o'tamiz inshaalloh. Kanalimizda yangi bo'lsa, yana bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa obuna bo'lganmiz, obuna bo'lib, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab tursani, xudo xolasa yangi taxtalarimiz chiqazib o'tishga harakat qilamiz, okalar. Joningni sog' bo'lsa, shunchalik qilib qo'llab-quvvatlasizlar, Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Xudo xolasa kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyga yozib ketsanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyingi videoda nima narsa narx kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, xudo xolasa narx-navosini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz, okalar. Oldingi xudo xolasa 7-dekabr kuni qo'ygan videomiz Rasmotor o'zimizga yarasha 1100 odamimizga yarasha 3000 dan oshib bo'ldi. Ming rahmat, joningni sog' bo'lsin. Kamomani xudo xolasa kuzatib o'rgani bizni, xudo xolasa narx-navolarni chiroyli qilib tanishtirib, qulay narxga chiqarishga harakat qilamiz. Qani ketdi, videomizni boshladik. Videomizni boshladik. Xudo xolasa follower taxtamiz bo'ladi. Qalinligi 3, uzunligi 4 metrlik, shirinasi 11,5 to'liq qolgan razmeri. Xudo xolasa sifatlari a'lo darajada, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Tilanishlar ham o'ta akkuratli holatda, sifati a'lo. Xudo xolasa buni manuallarni ko'rmaysizlar, bu xo'l. Kechagi yomg'irimiz rosa yog'di inshaalloh. Mana Allohning marhamati ham yog'di inshaalloh. Shuncha Xudodan so'raldi, jumlaga xudo xolasa yomg'ir yog'sin deb mana niyat qiling, xudo xolasa mana chang to'zonlar yo'qolib, xudo xolasa mana kasallar xudo xolasa ancha bartaraf bo'ldi inshaalloh. Videoga qaytamiz, xudo xolasa pol taxtamiz. Sifatlari ko'rishingiz mumkin, ideal holatda bo'ladi. 100% sasni bo'ladi. Xudo xolasa holatlar ideal. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 65 ming so'mdan qilib beramiz donisini okalar. 65 ming so'm esda qolsin. 11,5 qalinligi 29 qolgan. 3 dan 2,9 qolgan. Holatlar ideal holatda, 100% sasni bo'ladi akalar. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Mana patoloshni reyki so'raganlarga, patoloshni ham ko'rsatib o'tadik. To'rga qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik doneli, birorta abzoli garbili defekti yo'q. Sifatlari xudo xolasa doneli holatda bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsa, to'rga 2 deyilgan, 38 ga qalinligi 2, uzunligi 4 metr, 1 metr 3500 so'mdan. 3500 so'mdan. Buni arzonroq variantlari ham bor, 3200 so'm, 3100 so'm, 3000 so'm chiqadigan variantlari ham bor. Bemalol aloqa chiqaverasiz. Mana to'liq to'rga 2 ligi. Ko'rishingiz mumkin, to'liq to'rga 2 ligi. Bu ham doneli holatda bo'ladi. Sifatlari a'lo darajada. Xudo xolasa 100 metr eka bo'lsa-ni bir qarichan abzol garbil defekt chiqmaydi. 100 metr ham ishlagan holatda chiqadi xolos. Buni narxi 3800 so'mdan 1 metr 3800 qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqasiz. Mana sasna metrlarimiz bo'ladi. 15 ga to'liq 5 razmeri. 100% sasna laga balkaga ishlaydi. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. 5 plyusovoy 51 52 chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa chiroyli holatda. Narxi 130 ming so'm donasi. 130 ming qilib beramiz. Joyimizni eslatib o'tamiz. 561, 562, 563-joy. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz yana bir bor. Namangan viloyat, Namangan shahar, avtovokzal, Shamshibo bozori. Joyimiz 2-yo'lak. Tera bozoridan kirganingizda chap tomonda 2-yo'lak, o'rta darvozadan kirganingizda o'ng tomonda 2-yo'lak. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Xudo xolasa taxtalarning sifatlariga javob beramiz inshaalloh. To'rqira abzoli garbili bo'lmaydi. Har doimgidek 1000 dollarlik taxta olsangiz dastavkamiz vodiy bo'lib, besplatniy bo'ladi. Xudo xolasa bemalol ko'rishingiz mumkin. Strafligimizni ko'rsatamiz, slabshaliklarni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana abrushotkamız bu, qulayroq variant so'raganlarga Listvinitsa 10 plyusovoy, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik abzol garbili bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 27500 so'mdan 4 metrlik. Buni 4 qirra bo'lganda 35 ming, 36 ming narsa, narxini tushirib abzollik uchun abrushotkaga chorning vassaga ishlatsa bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bu yoqda strafligimiz 13 ga qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik. 100% sasni bo'ladi, xudo xolasa. Holatlari akkuratli holatda bo'ladi. Na abzoli garbili bo'ladi, 4 qirra bo'ladi. Bu narxga keladigan bo'lsa, narxi 75 ming so'm donasi. Buni chiqarasizlar, xudo xolasa. Chiroyli holatda. Bu yoqda yana strafligimiz bor, 6 metrlik. Ko'rishingiz mumkin, mashina holatda bo'ladi.
Katta bitog'i yo'q. 70-60% bitoqsiz bo'ladi. 100% sasna. To'liq razmeri to'liq 12, qalinligi 3,4. 3,5 deb aytiladi, 3,4 bo'ladi. Xudo xolasa, narxi keladigan bo'lsa, narx 95 ming so'm qilib beramiz to'g'nasi. 95 ming so'm. Bu yoqda 14 ligi bor, 14 ga 34, uzunligi 6 metrlik. Bu ham 100% sasna, bu ham 70-80% bitoqsiz. Mashina mumkin. Xudo xolasa, chiroyli holatda bo'ladi. Bu narxi 115 ming so'm, har doimgidek 115 ming so'm qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Lagiligimizni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Lagiligimiz 15 ga 5, uzunligi 4 metr lestvak bo'ladi. Bunun narxi 127 ming so'm. Buni kelgan razmer 15 ga 4,5 keladi. 4,8, 4,9 ko'rsatadi. Uzunligi 4 metrlik. 128 ming so'm. Ozmoz aqabaqasini kelishtirib beramiz. Abrish o'tkazamiz. 8 ga to'liq 2 lik. Donasi 25 ming so'm qilib beramiz. Holatlar xudo xolasa bemalol aloqa chiqaversin. Inshaalloh chiroyli narxlarda qilamiz xudo xolasa. Xudo xolasa yangi taxtalarimiz yana chiqarishga harakat qilamiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa obuna bo'lmasa obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kamchiliklarimiz uchun uzr. Ozgina qisqagina video qildik. Uning uchun kanalimiz rivoji uchun, to'xtab qolmasligi uchun kichkina video qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa yangi taxtalarimiz kelsa, inshaalloh yana bitta video qilib o'tamiz. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqaversin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling.